Assalomu alaykum azizlar. Mana qo'yimizning qochish jarayoni. Buni eshakkan qo'yimiz hali uncha kelmagan ekan. Qochish ekanini ko'ramiz. Yangi olib keldik bugun. Shuning uchun erkak qo'yni qo'shamiz ancha kattaroqligi uchun. Videoni kuzatishda davom etinglar. Ustaga mana bo'ladi. Sizlar ishlatamiz. Birinchi video ko'rganingizga bir marta qo'shtirdi. O'pkamizga bir marta qo'ydik, unga bir marta qo'shtirdi. 2 marta qo'shtirdi, hozircha bir 4 marta qo'shtirsa, aniq bo'lish. Chunki bir qarindoshimizga 4 marta qo'shtirib berganimizga mana tuqqan, uni ham biron kun video qilib ko'rsatamiz sizlarga. 6 ta tug'ibdi. Erkak qo'yim o'zi birinchi bilaveradi. Ayol qo'yim erkak qo'yimligini keyin qo'shtiradi. Erkak qo'yimimiz Germanskiy qo'yganligi uchun zot olish uchun shunga qo'ydik. Sizlar qo'shtirib Qo'y. mana azizlar bir marta qochirdi. Obunachilar mana qo'yimiz bo'ldi, hozircha tayyor. Endi bu qochganini, qanday bolasi borligini bir 15 kunlardan keyin bilsa bo'ladi. Nasib yong'oqday bo'lib bilinib qoladi qorniga. O'zi yungini ko'tarsa, unga ham ko'rsatamiz bolalari qanday borligini. Shu joyga videoni to'xtatamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Like, komment ayamaymiz.